Germaniyada xusnxat daftari 2-sinflarniki. Mana shunaqa qilib hozir уже 2-sinfda bular yozishni boshlashgan. O'zbekistonda balki 1-sinfdan boshlanadi. Aniq bilmayman O'zbekistonda qachon boshlanadi. Xo'p, mana bunaqa. Lekin daftar haqiqatan xusnxat uchun qaranglar qanaqa yaxshi daftar. Chunki meni xatim juda ham rasvo. Agar meni qizim boshqacha daftar yozganda, boshqa daftarda menga o'xshagan xati bo'lardi menimcha. Hammadan meni joyi qaranglar, vampirlar vanillani iste'mol qiladi deyapti. Mana qizim vampirsan daftaringda nima qiladi bolam? Bilmayman. Ani unda vulqon yozibsan. Xo'p, yaxshi. Mayli, o'rganaver. Vampir o'zi kimligini bilasan? Ha. Xo'p, vampirlar mavjud bo'ladimi yoki mavjud emasmi? Mavjud emas. Mavjud emas, to'g'ri.